Get ready with me uchrashuvga. Bugun sizlar bilan muloyim, aqlli qiz obrazini yasashimiz kerak. Uchrashuvga ketyapman, to'g'risi hayajondaman. Sochim moy ekanmasin deb sochimni yuvib oldim. Bu yerda botsman e'tibor xohlab xalaq beryapti kameraga kelib. Запомните до хоста ko'p postlik qilamiz. Yuzim 2 metrdan yaltirab turish uchun uhod qildim. Birinchi, qoshimni Filip Kirkorovkidan sal ingichkaroq bo'yman. Tabiiy chiqdi-yu, to'g'rimi? Yuzimni arvoh natxdek oppoq qilishimiz kerak, sepkinlarim ko'rinmasligi uchun. Shu payt menga dastavka kelib qoldi. Bu Ruscha gaplashamiz kitobimni chiqarilgan yangi va rangli versiyasi. Biram zo'r chiqibdi, to'g'risi. Kitob bilan 5000 yosh o'quvchilar birinchi darsdan gapirishgan, aynan o'zbeklarga rus tilini o'rgatish metodikasida yozilgani uchun. Bunaqa sodda grammatikani hech qayerda ko'rmagansizlar. Agar rus tilini noldan boshlab o'rganmoqchi bo'lsanglar, 100% larga to'g'ri keladi. O'zi bir yilda atigi 2 marta sotib olish imkoniyati bor. Hozir ayni vaqti kitobda izohlarda yozib qoldiring. Sizga narxi va maxsus havola yuboraman sotib olishingiz uchun. Faqat shoshiling, o'zi ozginchagina. Aytgancha kitob olganlarga bonusiga 2 oylik audio darslar va kurator nazorati qo'shib beriladi. Agar hozir kiyinishni boshlamasam, aniq 1 soatga kechikaman. O'zi shundoq ham 20 minutdan shu kechikyapman. O'ylab, qiyinroq obrazimni kiyishga qaror qildim. Kiyimda o'zimni komfortliroq his qilaman. Bu tuflini esa bugun birinchi marta kiyaman. Ey xudo, ishqib oyog'imdan chiqib ketib sharmanda bo'lmaydi deb kiyib oldim. Pomada surib 2 metrdan kelib turadigan qilib duxi septim o'zi ham. Aqlliroq ko'rinay deb kitob ham oldim qo'limga. Nima deb o'ylaysizlar? Yoqarmikanman bu obrazda va kim bilan uchrashuvga ketyapman? Topinglar. Menga omad tilab turinglar.